Bir xondan Eid Ramazon muborakki viloyati Tahor Ulsvali Dashtqal'a Qariqum qishloqdan fe'lan mamlakat do'sti Turkiya shar Anqaradan xos shoir Azizullajon Dilshikastning o'z bitigan she'ri bilan o'z farmoyishida o'qildi. Uni vafodor yaxshi ko'rgan sevgilisining ham farmoyishi bor. Shoir Azizullajon Dilshikast tarafidan amma nomzodlar qizlar va doktor g'amgin hayot qizlarda bir to'fi nochiz taqdim bo'ladi. Mashhur ustod Purhunar shoirim shoir Azizullajon Dilshikast mana shunday toza xonadonlarning aziz do'stlardan taqdim qiladi. Men Inoyatullo Sarni ovozda ijro bo'ldi. Eshiting sog' bo'ling, sog'likda yashanglar. Mana shunday xonadonlarni istasangizlar Purhunar ustod shoirim shoir Azizullajon Dilshikast bilan iltimos bo'laverasizlar. Başım oy dostum, bakhoşi omad imroz, mashallah Eid Ramazon. Kelmoqincha miyona, o'zing ajab jonona, o'zing senga nishona, Eid Ramazon muborak. Diyoyinay vatandor, jumla xushal boshim, ki nahora guzashta, hammaga boham boshim. Muborak, muborak, Eid Ramazon muborak. Keldi ushkunli davron, jonim senga muborak. Yipur asroshi xandon, ommada Eid Ramazon. Muborak boshayin yet, va hamma musulmonon. Naqshini gordib kirib, qo'lingga xina qo'yib, mani joningdan sevib, Eid Ramazon muborak. Hamchinin tabrik migum, amma dildoda ko'ngil. Muborak bo'ldi miguyim, oshiqim mashqora. Muborak, muborak, Eid Ramazon muborak. Keldi ushkunli davron, jonim senga muborak. Muborak, muborak, Eid Ramazon muborak. Keldi ushkunli davron, vafodor qiz muborak, vafodor qiz muborak. Amma boshim ozod, idro samimiy qalb, ikoyam muborak bo'lsin. Sog'lom Ramazon, ikkovi keldi bilan, namoz harchi deb jigar, mani jonim debdilar. Sog'lom Ramazon, ikkovi keldi bilan, namoz harchi deb jigar, mani jonim debdilar. Yoraki xushnamo, ey oshiq dilrubo, tabrik migum men idro, tamom vafodor. Oshiq bo'ldim jonginam, seni qarab ko'zingga, o'zim qurbon bo'laman, ye tabrik degan so'zingni. Oshiq bo'ldim jonginam, seni qarab ko'zingga, o'zim qurbon bo'laman, ye tabrik degan so'zingni. Ey vafodori aziz, va manasti ammachiz, faromisham namishi, asyodim man hargiz. Ey vafodori aziz, va manasti ammachiz, faromisham namishi, asyodim man hargiz. Shoir Azizullajon Dilshikastning WhatsApp raqamlari 29541 va 796 1218 unutmang do'stlarim. Senga salom yo'layman bugun uzoq yillardan, saylab yurganman seni axtarman kunlardan. tabrik aytaman bugun uzoq yillardan
saylaverganman sani axtarman dilardan vafodor nozdona ham tuvasti aksona ham tabrik migom yidro shu hakim mastona ham vafodor nozdona ham tuvasti aksona ham tabrik migom yidro shu hakim mastona ham oying eshitib joy olsin xondanim dillardan seni yaxshi ko'raman shu dastdagi kunlardan oying eshitib joy olsin xondanim dillaridan seni yaxshi ko'raman shu lobli kunlardan otang berarman bo'lsa mol mulkim sotarman naxosta bermay qo'ysa aqli yig'lab yotarman aqli ushim yo'qotib mashin yo'lin tutarman bo'sh kunayib bayram senga tabrik aytarman aqli ushim yo'qotib mashin yo'lin tutarman bo'sh kunayib bayram senga tabrik aytaman jonim tabrik aytaman bir dona aksini var qolsin degan nishona bir dona aksini var qolsin degan nishona edi qurbon kelibdi tabrik senga jonona qo'llarga hino qo'yib saylu safo qilina qo'lingga hino qo'yib saylu safo qilina qancha xushro'y bo'libsan qip-qizil ko'ylak kiyib bir dona aksini qolsin degan nishona bir dona aksini var qolsin degan nishona edi qurbon kelibdi tabrik senga jonona qo'llarga hino qo'yib saylu safo qilina qo'lingga hino qo'yib saylu safo qilina qancha xushro'y bo'libsan qip-qizil ko'ylak kiyib bir dona aksini var qolsin degan nishona bir dona aksini var qolsin degan nishona edi qurbon kelibdi tabrik senga jonona qo'llarga hino qo'yib saylu safo qilina qo'lingga hino qo'yib saylu safo qilina qancha xushro'y bo'libsan qip-qizil ko'ylak kiyib bir dona aksini var qolsin degan nishona bir dona aksini var qolsin degan nishona